Usta aka qo'lingiz gul ekan ha. Birinchi yo'l qildingiz da. Birinchi yo'l qilishim buni. Qirg'iz fasadni birinchi yo'l qilishim. Oldin bunday fasadlar boshqa Saydin, Trayalliqi boshqa ishlarni qilganman-da. Bu qirg'iz fasad Buni birinchi qanday yo'l bir qilishim. tushuntirib berdi o'zi. Boyaqi bizning ustanobka qilayotgan videoni ko'rib o'yla. Ustanobka qilayotgan videolarni ko'rib shunday Tushundingiz? qilib tushundim. O'zim qilaman. Bundan hozir qaplab o'tasiz-da? Bundan qaplab o'tamiz hozir. Fundamentkin. Fundament o'ziga qatiryapmiz buni. Ataknalarni ne? OSB'ga qatirdingizmi? Buni Qish bilan. Bunavi ona tomonni nima paxsa deb oladi. Uni uzbiga qatirdik. Reyka to'qib, uzbiga qatirdik-da, ana shunga qo'ydik. Paxsaga primoy qatirsa bo'ladi-da, biroq dual qiyshiq bo'lgani uchun. Devor qiyshiq qo'ygan-da, devor tekizlab oldik biz. Yaxshi. Общий qancha? 215 kvadrat bo'libdi-ra? 215 kvadrat, 135 kvadrat fasad. Fundament 80 kvadrat. Buna tunikofonlarni qildik-da, ammo bu suvlarni ham olib tushib qo'ydik pastga. Polni tashqi fasadni siz qilibsiz-da. Tashqi fasadlarini hozir biz qilyapmiz. Birinchi mana bir где 30 kvadratli sotib oldik o'xshaydi. Ha, o ichkarida uyga bir 30 kvadrat ele sotib oldik. Yoshini tutursak bo'ldi dedik. Keyin javob qoldi. Keyin yoqib qoldi, tag'in bunalarni ham qiyshiq devorlarni ham tekizlab qo'yaylik deb. Shunga tekizladik. O'ta son chiqdi. Shepga chaqdi-ku? Shepga chaqdi. Shepga chaqqan uchun keyingisini olib keldik-da 215 kvadrat. Yaxshi.